Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam taqvo haqida quyidagi hadisni aytadilar. Rasulimiz alayhissalom qachon xutba qilsalar, xutbasida albatta gapni taqvodan boshlardilar. Sulaym ibn Amir aytibdilarki, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Hajjatul Vadoda quyidagicha xutba qilganlarini eshitdim deydi Abu Umoma. Rasulimiz alayhissalom xutba qildilar, mav'iza qilibdilar. Shunda aytgan gaplari: "Ittaqulloh robbakum, Robbingizga taqvo qiling. Va sallu khamsakum, 5 mahal namozingizni o'qing. Va sumu shahrakum, ro'zangizni tuting Ramazon oyida. Va addu zakata amwalikum, berilgan mol davlatingiz boy bo'lsangiz zakotini bering. Va ati'u za amrikum, va boshliqlaringizga itoat eting. Shunda siz jannatga kirasiz" deyaptilar. Robi Abu Umomaga bu hadisni qancha vaqt oldin eshitgansiz deb so'radi. Abu Umoma buni 30 yoshligimda eshitgan edim dedi. Imom Termiziyda rivoyat keldi. Ana shu taqvoga chaqirish azizlar. Yuqorida ibodatlar bilan Alloh taolo buyurgan ibodatlarni qilishlik va hamda oxirida ish boshlariga itoat qilishlikni ham aytib o'tyaptilar. Mana shu go'zal islom dinining tarbiyasi azizlar. Ham ibodatimizga e'tibor beramiz, ham o'zimizni rahbarimizga, ish boshilarimizga itoat qilishlik ham taqvo belgisi. Mo'min banda taqvo qilishi bilan birga bu ishda Alloh taolodan doimo madad so'rash kerak. Men o'zim taqvo qilib ketaman deb bo'lmas ekan azizlar, balki o'sha taqvo qilishlikni yordamini Allohdan so'rash kerak. Alloh Qur'oni Karimda bizga duo o'rgatadi. Astag'firullah. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ular duo qiladi, mu'minlar duosini o'rgatyapti. Ey Robbimiz, o'zing bizga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zimizni quvonadigan narsa hadiya et. Hamda bizlarni taqvodorlarga yo'lboshchi et deb duo qilish kerak ekan. Mana shu duo. Duo demak Allohdan taqvo so'rayapmiz, taqvodorlarga yo'lboshchi bo'lishlikni so'rayapmiz va farzandlarimizni ko'z quvonchimiz bo'lishligi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalam doim o'zlari ham bir duoni aytib yurarkanlar. Ya Rabbim, meni nafsimni taqvosini ber va uni pokla. Sen poklovchilarning eng yaxshisidan, uning egasi va xoliqi ham o'zingsan deb duo qilarkanlar. Taqvo qilishlik uchun demak Alloh taolodan duo qilib so'rab borishligimiz kerak bo'ladi.